Ma'lumki, yaqin yillargacha tabiiy va suyultirilgan gazni yetkazib berish to'lovlar masalasida kamchiliklar va muammolar ko'p edi. Sohaga ilg'or innovatsiyalarning tatbiq etilishi, yondashuvlarning o'zgarganligi xizmatlari sifatini oshirdi. Aholiga gaz yoqilg'isini uzluksiz yetkazib berishning qulay, xalqchil tizimi yaratildi va u ishlamoqda. Xalq bilan yaqin bo'lish, aholining taklif va istaklarini, muammolarini yaqindan o'rganish maqsadida maxsus respublika ish guruhi tashkil etilgan. Odamlarni rozi qilish bugun soha mutasaddilarining asosiy faoliyat mezoniga aylangan. Prezidentimizga 13-martda bo'lib o'tgan video selektorlarda berilgan topshiriqlarga asosan har bitta hududda tushayotgan murojaatlar, ya'ni o'sha manzilli o'rganilib, ushbu hududda yana bitta murojaat qilgan murojaatchi bilan cheklanib qolmasdan har bitta joylashgan mahallasini, o'sha suyultirilgan gazda bo'lgan muammolarni tizimli o'rganilib, o'sha joyida bartaraf etib kelinmoqda. Bugungi kunda o'sha iste'molchilar tomonidan mart oyida tushgan murojaatlarning 98% o'z joyida bartaraf etildi, 2% ga huquqiy tushuncha berildi. Namangan viloyatidagi barcha avtotransport vositalariga maxsus video kameralar o'rnatilib, har bitta iste'molchi bilan suyultirilgan gazni o'sha belgilangan mahallaga tizimli yetkazib berishni nazorat qilib borilmoqda kameralar orqali. Shu bilan birga barcha Namangan viloyatidagi xizmat ko'rsatadigan chilangar ta'minotchilarga maxsus body kamera uskunalar taqdim etilib, ushbu body kamera orqali iste'molchilar bilan o'zaro bo'layotgan muloqotlar hamda o'sha bir-biri bilan o'tayotgan muomalalar, ya'ni o'sha hududga chiqib har bitta maishiy gaz ballonini boshqa hududga emas, manzilga yetkazib berish bo'yicha nazoratlar olib borilmoqda. Buni barcha nazorat tizimlari jamiyatimizning o'sha markaziy dispetcherlik xonasida to'liq nazorat qilib boriladi. Respublika ishchi guruhining navbatdagi o'rganish lokatsiyasi Namangan viloyati bo'ldi. Viloyatning Norin tumanida tashkil etilgan tadbirda Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi hamda soha mutasaddilari dual ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar bilan muloqot qildi. Qayd etish kerak, davlatimiz rahbari tomonidan energetika sohasida samaradorlikni oshirish, yo'qotishlarni kamaytirish va sohani malakali kadrlar bilan ta'minlash bo'yicha belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida Hudud gaz aksiyadorlik jamiyatida dual ta'limni joriy etish ishlari izchil davom ettirilmoqda. Mazkur tuzilma va oliy ta'lim muassasalari o'rtasida yaqin hamkorlik yo'lga qo'yilgan bo'lib, talabalarni amaliyotga jalb etish mexanizmi ishlab chiqilgan. Bu orqali yoshlar bevosita ishlab chiqarish jarayonlarida ishtirok etib, amaliy ko'nikmalarni mustahkamlamoqda. Seminarda aholini suyultirilgan gaz bilan ta'minlashga safarbar etilgan barcha texnik vositalar, suyultirilgan gaz uskunalari va ularga servis ko'rsatish jihozlari namoyish etildi. Tadbirda sohada amalga oshirilayotgan raqamlashtirish jarayonlari, xususan Face ID tizimining joriy etilishi, uning natijasida shaffoflik ta'minlanib, korrupsion holatlarning oldi olinayotgani alohida ta'kidlab o'tildi. Shuningdek, texnik vositalarning harakatlanishini nazorat qiladigan GPS tizimi, suyultirilgan gaz iste'molchilari uchun joriy etilgan qulayliklar bo'yicha batafsil ma'lumotlar berildi. Hudud gaz Namangan gaz ta'minoti filiali bilan bizni qurilish fakultetimizda birgalikda integratsiya qilish ishlari olib borilyapti. Bunda biz talabalar uchun ishga tayyorgarlik jarayonini yana ham bir yaxshilash, yaxshiroq bir mutaxassis bo'lishimiz uchun bu yaxshi imkoniyat deb o'ylayman. Dars jarayonimiz gaz ta'minotiga borib, birgalikda o'sha mutaxassislarning fikrlarini, bizga qanday ishlash jarayoni bo'lishini, ish jarayonlari amaliyotda birgalikda olib borilyapti. Tadbir ishtirokchilari Norin tumanining Yangi Namangan mahallasida joriy etilgan ilg'or tajriba bilan yaqindan tanishdi. Mutasaddilar tomonidan Norin tajribasi o'zining amaliy samaradorligini ko'rsatayotgani qayd etilib, mazkur yondashuvni boshqa hududlarda ham keng joriy etish zarurligi bo'yicha takliflar bildirildi. Gazimizni xavfsizligini ta'minlash maqsadida xavfsizlik qutisini qo'yib berishgan. Bu quti juda ham bizga foydali. Foydasi issiq kunlarda hamda sovuq kunlarda gaz ballonlarimizni xavfsizligini ta'minlaydi va yosh bolajonlarda gazdagi burashlarni oldini olish maqsadida qo'yilgan deb o'ylayman. Afzalliklari shu qish mobaynida muzlab qolish, gaz ballonimiz chunki tashqarida turadi, xavfsizligi. Yoz mobaynida esa issiqdan himoya qilish. Har oyda yetib keladi suyultirilgan gazlarimiz. To'lovlarni Face ID tizimi orqali yoki o'sha plastikimizda ilovalar orqali to'ldirib, Face ID orqali tarqatiladi. Toshkent viloyati Zangiota tumanida ham Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati rahbariyati Toshkent viloyati hamda Toshkent shahrida gaz ta'minoti tizimida faoliyat yuritayotgan yoshlar bilan uchrashuv o'tkazdi. Unda davlatimiz rahbari tomonidan yoshlarning kasbiy rivoji, ularni sohada bandligini ta'minlash, zamonaviy bilim va ko'nikmalarni oshirish hamda innovatsion tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash yuzasidan belgilab berilgan vazifalar ijrosi doirasida bajarilayotgan ishlar haqida batafsil ma'lumot berildi. Yoshlarning fikrlari, takliflari eshitildi. Yo'nalishim gaz jihozlaridan foydalanish va xizmat ko'rsatish bo'yicha. Bizda hozir bu yo'nalishni ochilishdan maqsad gaz ta'minotga o'zini sohasida chiqadigan ishlar bilan ta'minlash. Shu bo'yicha bizning fakultet gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati o'rtasida dual ta'lim tashkil etilgan. Dual ta'limdan o'zi maqsad 1 yil davomida o'quvchilarga
ham nazariy, ham amaliy bilim berish. Sababi hududiy gaz ta'minot faqat bitta yo'nalishdan emas, har xil yo'nalishdan iborat. Ishlangarlik, mahalla gazchilari yoki yuridik shaxslar bilan ishlash, har xil yo'nalishlar mavjud. Dual ta'lim jarayonida bo'lim boshliqlari kelib turib, bizga o'zini yo'nalishlari bo'yicha ta'lim berib o'tadi. Bizda agar savol javoblar bo'ladigan bo'lsa, o'zini qiziqtiradigan yoki takliflar, ular bo'yicha bizdan maslahat so'rashadi. Amaliy jarayonida biz turli xil suyuqliklarga gaz yozib beradigan joylarga boramiz. Hududiy gaz o'zida bizda laboratoriya sharoitimiz bor. Laboratoriya sharoitida gaz ta'minotidagi qurilmalar, hisoblagich cho'chiklar, gaz qurilmalari qanday ishlashi, bironta kamchilik bo'lganda qanday ishlar olib borilishini tushuntirilgan bizga hududiy gaz ta'minotda. Bizga yana bitta berilgan katta imkoniyatlardan biri bu o'quvchilarni 100% ish bilan ta'minlash berilgan. Yoshlar uchrashuvida mahalla gazchilarini planshet orqali topshiriqlar berilishini aytib o'tishdi. Uchrashuv yoshlarning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash va amaliy yechimlar ishlab chiqish uchun muhim maydon vazifasini o'tadi. Tadbir yakunida faol va tashabbuskor yoshlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida ularga chet tillarini o'rganish uchun vaucherlar topshirildi. Amaliy seminarda hududiy gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati tomonidan barcha qatnashchilarga jamiyatimiz tomonidan sohaga joriy etilgan, raqamlashtirilgan dasturlar bo'yicha ham hisobotlar berildi. Ta'minotchi va iste'molchi o'rtasida inson omilisiz tabiiy gazdan foydalanish va uni hisobotlarini kuzatib borish, to'lovlarni amalga oshirish va ta'minotchi nomidan faoliyat yuritayotgan chilangarlar, mahalla gazchilarining o'sha onlayn boshqaruv tizimlari orqali avtomatik kelib tushayotgan topshiriqlar asosida o'z xizmat vazifalarini o'tayotganliklari haqida ham ishtirokchilarga to'liq ma'lumotlar berildi. Jamiyatimiz tomonidan startap loyihalarining ikkinchi bosqichiga start berilishi haqida ma'lum qilingan holatda ushbu startap yig'ilishlarida barcha ilmiy xodimlar, talabalar va bugungi kunda faoliyat yuritayotgan xodimlarimizni ham faol ishtirok etishlariga chaqirdik. Dual ta'lim shaklida o'qiyotgan talabalarni ularni yashash manzillari bo'yicha ishga joylashtirilishi kafolatlanganligi haqida ham ularga ma'lum qildik. Dual ta'lim shaklidagi ushbu jarayonlarni tamomlagan talabalar 100% ish bilan ta'minlanganlik holatlariga ham e'tibor qaratildi. Bu yilgi bitiruvchi talabalariga ham xuddi shunday o'zlaridan avval bitirgan talabalar singari ishga kirishlari va ushbu faoliyatlarini samarali olib borishlari, kelgusida ushbu yosh kadrlar bilan jamiyat boshqaruvi uzviy aloqalar o'rnatilishi haqida kelishib olindi. Toshkent viloyati Zangiota tumanida tabiiy gaz ta'minotini yanada yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlar yuzasidan amaliy seminar ham tashkil etildi. Unda tizim rahbariyati, Toshkent viloyati hokimligi, viloyat prokuraturasi va boshqa hamkor tashkilotlar mutasaddilari, mahalla raislari ishtirok etdi. Bundan ko'zlangan maqsad Zangiota tumanini respublikada namunaviy tumanlar qatoriga aylantirish va bu yerda texnik-texnologik jarayonlarni tartibga solgan holatda energiya resurslarini iqtisod qilish samaradorligiga erishish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish bo'yicha targ'ibot ishlarini kuchaytirishdan iborat. Amaliy seminarga albatta ilmiy jihatdan yondashish maqsadida Olmaliq davlat texnika universiteti ilmiy xodimlari ham taklif etilishdi. Hududiy gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati tomonidan amalga oshirilayotgan texnik siyosat va sohaga tatbiq qilinayotgan ilg'or texnologiya qurilmalar ko'rgazmasi ham tashkil etildi. Bugungi kunda ushbu innovatsion qurilma jihozlar orqali biz o'ylagan maqsadlarimizga erishish imkoniyatiga egamiz. Seminarda Zangiota tumanida mavjud muammoli holatlarni bartaraf etish, gaz ta'minoti barqarorligini ta'minlash va hududni namunaviy tumanga aylantirish bo'yicha rejalashtirilgan ishlar taqdimot qilindi. Bundan tashqari soha mutaxassislari energiya resurslaridan oqilona foydalanish bo'yicha tushuntirishlar berib, aholi o'rtasida targ'ibot ishlarini yanada kuchaytirish zarurligini qayd etdi. Tasdiqlangan chora-tadbirlar rejasiga muvofiq Zangiota tumanida 80 ta gaz taqsimlash punkti modernizatsiya qilinishi, tarmoq quvvatini oshirish maqsadida 4,9 kilometr gaz quvurlari rekonstruksiya qilinishi hamda 4,8 kilometr eskirgan gaz tarmoqlari mukammal ta'mirlanishi rejalashtirilgan. Shuningdek, zamonaviy polietilen quvurlardan iborat 6,5 kilometr yangi gaz tarmog'ining tortilishi ko'zda tutilgan. Amalga oshirilayotgan ushbu ishlar natijasida tuman iste'molchilariga tabiiy gaz ta'minoti yanada yaxshilanadi. Gaz tizimida ham raqamlashtirishga o'tilgan. Afzalliklari juda ham katta. Oldin uyma-uy yurib yig'ilardi. Korrupsion holatlari ham juda ham ko'p bo'lardi. Masalan, kimdir fuqarolarni ko'p yozib yuborgan gazini orqaga burab qo'yib, kamaytirib yozish holatlari bo'lardi. Bu raqamlashtirish shaffof bo'ladi. Iste'molchi ko'ngil to'q bo'ladi. Qo'lida elektron ma'lumotlari bor. Qancha to'lov qildi, uni qancha zaxirada mablag'i bor. Hammasi ko'rinib turadi. Bu seminardan o'zim uchun juda ham katta narsalar oldim.
Energiya resurslarini iste'molchilarga uzluksiz yetib borishi zamonaviy innovatsion texnologiyalar orqali nazorat qilinyapti. Bu o'z navbatida tarmoqdagi yo'qotishlarni kamaytirib, noqonuniy foydalanuvchilarni tezkor aniqlash imkoniyatini bermoqda. Sohada kechayotgan islohotlar, tizimda yangicha yondashuvning paydo bo'layotgani aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatining yuksalishiga, odamlarning hayotdan rozi bo'lib yashashiga zamin bo'lmoqda. Zero asosiy muddao ham shu aslida.